Assalomu alaykum hammaga. Surxondaryodan kelgan Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Ko'p ish qilganimiz yo'q. Video registrator o'rnatib berdik, yaxshisini. Video registratorsiz yurish hozir juda ham qiyin. Video registrator o'rnatib berdik. Kerakli ishlar qilindi mashinага. O'zini zavodskiy pultiga o'yinlar ko'targan blok o'rnatib berdik. O'yinlar ochiq turibdi. Mabodo quflab ketsak, o'yinlar ko'tarilmaydi zavodskiy. Ko'tarilgan blok o'rnatib berdik. Quflaymiz. O'yinlar birin-ketin avtomatik tarzda ko'tarib qo'yadi. Ochiq qolib ketmaydi, chankirib qolmaydi, bironta qo'lini tiqib o'g'irlik qilmaydi. Ko'tarib qo'ydi. O'zini zavodskiy pultiga avtozapiska o'rnatib berdik. Masofadan o't oldirib qo'yadigan funksiya. Flash knopkani bitta bosib, bagaj bosib tursak, mashina masofadan o't olgan turadi. O't olgan payti gabarit qismlari yonib turadi. Gabarit qismi yonib turibdi. Keyin oldiga setka o'rnatib berdik, tosh kirmasligi uchun, juda ham himoya qiladi, radiator tekshirmasligi uchun. Avtozapiska funksiya 10 minutdan keyin o'chadi. Bosib tursak ham o'chadi bagajda. Kerakli ishlar qilindi, uncha ko'p ish qilingani yo'q, lekin kerakli ishlar qilindi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, bagaj knopka bo'lmaydi, hamma tomoni zavodskiy turibdi. Mashinamiz kecha salondan chiqqan. Ochish knopkani 2 marta bossa ochasiz. Bu sekretniy bo'ladi, o'rinda knopka teshib, shunaqa qilib tashlanmagan. Uni 2 marta bossa bagaj qismini ochib qo'yadi. Bittada yopiladi, hech qanaqa muammo qilmaydi. Video registrator yaxshisi bo'ladi, o'rnatib berishlar bilan qilib berdik akamizga. Bagaj qism bittada yopiladi mana. Qattiq ursalar yopilmay qolmaydi, bittada yopiladi. Hamma tomoni sifatli bo'lgan, mana ochilgani ham bilinmaydi. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Hammasi akkuratniy. Bir xillar telefon qilyapti, narsa qilyapti, kommentariyada yozyapti. Qimmat ishlar ekansizlar, qimmat deyapti. Qimmat ish bilan arzon ishda juda ham katta farq bor. Bizda sifat qadrlaganlar kelib qildirib ketyapti. Arzon, qimmat deganga bizda programmalar ham qimmat qilinadi, hamma narsasi, chunki boshqacha sistemada ishlaydi. Ishlash prinsipimiz ham bittasida hozir shundan mana shunga ulashimiz kerak bo'lgan bo'lsa, hammasini izolyatsiya qilib, yaxshi simlardan qo'yib o'tkazib beramiz. Simni shunday rang-barang bo'yatmaydi. Ochsalar, umuman simni ko'rmay, bizga ish qildirgani yaxshigina biladi. 4-5 so'mga qizg'anib, yangi mashinani yonib ketish darajasiga olib kelmaysizlar. Sababi sifatli ish qilinsa, bunaqa zamikani muammo bo'lmaydi. O'sha uchun mashinani qimmatga olyapsizlar, o'ylab yaxshi elektrikka qildiringizlar. Menga qildiringizlar demoqchi emasman, yaxshi elektrikka qildiringizlar. Tanlov sizlarniki. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar.